Issiq kunda me'daga tegmaydigan, xamir og'izda eriydigan, shirin nordon mazasi bilan ishtaha ochadigan mazali pirogga hech kim yo'q demasa kerak. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Olxo'radan juda ham mazali pirog tayyorlaymiz. Qolipimiz tagiga pergamin qog'ozni mustahkamlab, o'simlik yog'i surib olamiz. Olxo'rlarni yaxshilab yuvib, ikkiga bo'lib danagini ajratib olamiz va qolipga xuddi shunaqa terib, ustidan shakar sepib olamiz. Agar olxo'ringiz nordon bo'lsa, ko'proq shakar seping. Idishga 3 ta tuxum chaqib, 100 gramm shakar bilan yaxshilab mikserlab olamiz. Massamiz rangi oqqandan so'ng 125 ml o'simlik yog'i, 210 gramm unni elakdan o'tkazib, 1,5 choy qoshiq filtr solib, xamir qilib olamiz. Xamirimiz quyuqroq bo'lgani uchun vinchikda emas, lopatada aralashtiramiz. Xamirimiz tayyor bo'lgandan so'ng qolipimizdagi olxo'rilar ustidan bir tekisda quyib chiqamiz. Bo'ylab xamirimizni yoyib olganimizdan so'ng qolipimizni shunaqa silkitamiz. Xamirimiz yaxshi joylashib olishi uchun gaz pechida 170 gradusda 45-50 daqiqa pishirib olamiz. Kam harchgina pirog bo'lsa-da, mazasi juda ham ishtaha ochar. Kechki ovqatdan so'ng oila a'zolaringiz davrasida ayni joy bilan ichishli darqin pirogimizni 5 daqiqa sovutib, so'ng tarelkaga ag'darib olamiz va ustidan shakar upasi sepib bezak beramiz. Ko'zingizni yayratsin, ishtahangizni o'ynatsin.